Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz hozir Katta Polvon mahalla fuqarolar yig'iniga yetib keldik. Bismillahirrohmanirrohim. Jalag'udagi eng baland vishkada turibman do'stlar. Bu vishkaning balandligi 35 metr tashkil etadi. Qurilgani aynan qaysi vaqtdaligi xalqning ham esidan chiqib ketgan. Vishkaning ichida qushlar yashar ekan. Laylak in qurib o'rgan shekilli. Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, tog'a yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Allohu akbar. Shu vishka nechinchi yil qurilganligini hech kim bilmadi. Sizlar bilmaysizlarmi bola? Tog'a yoshlar katta ekancha. Vishka 1964-yili o'rtatallar kelib mashinasini suv chiqargan. Suv chiqargandan keyin 65-yili Demak 65-yili u vishka qurilgan. O'sha yerda biz video ishlayotganimizda hech kim aytib bera olmadi. Baribir yoshi urug' inson biladi-da. Rahmat katta. Eskirib qo'ygan vishka, uni chiqmaylar. Xo'p bo'ladi. Katta Polvon mahalla fuqarolar yig'ini idorasi mana shu joyda joylashgan ekan. Maktablararo sayohatimizning 3-kuni biz 22-maktabga yetib keldik. Ushbu maktab to'g'risida maktab direktori Gulnoz opadan ma'lumotlar bilib olsak. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bizning 22-umumta'lim maktabi o'tgan byudjetning 1-mavsumida mahallamiz ko'magi bilan yangi bino yutib olganida 150 o'rinli marhamat zamonaviy, qulay o'quvchilar uchun yaxshi sharoit yaratilgan maktabni o'z ko'zingiz bilan ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Demak do'stlar, ichiga kirib ko'ramiz qanaqa sharoitlarda bolalar tahsil olyapti. Va alaykum assalom. Ko'ryapsizlar do'stlar, qanaqangi chiroyli qilib bezatilgan bu xonalar qishloq joyda bo'lishiga qaramasdan zo'r qilib bezatilib qo'ygan, zamonaviy, chiroyli, shahardagi maktablardan qolishmaydi ekan. Do'stlar, qaranglar, isitish tizimiga barcha e'tibor berib qo'yishgan ekan. Yangi zdaniya, bolalar shaharda o'qiyotgandek tasavvur qilishadi. Ham bezatilishlarini qarang. Bolalari kafel. Bu yerda mana jadidlarimiz haqida ma'lumotlar. Bolalar shularni ko'rib ham o'qimasa bo'lmaydigan holatda. Oldin 320 o'rinli mana shu binoda bolalar tahsil olishar edi. Endi esa 150 o'rinli zamonaviy yangi maktab qurilishi natijasida 500 o'rinli maktabga ega bo'ldik va o'quvchilarimiz uchun qo'shimcha sharoitlar, to'garaklar o'tish uchun esa qo'shimcha xonalar yaratildi. Bu yerdagi o'quvchilar bo'sh vaqtida kitob o'qish bilan band bo'lishadi. Shohid ota, kitob o'qib, yutuqqa erishgan o'quvchilarimiz bormi bu maktabda? Albatta, o'tgan yilgi ana shu To'qon maktab tanlovida maktabimiz jamoasi bor. Viloyat tanlovida 3-darajali diplomga ega bo'ldik. Bu yilgi 80 kunlik o'qish onlayn tanlovida 9-sinf va 10-sinf o'quvchilarimiz Azizbek va Azizbek qarangizlar 2 marta birinchi o'rin, 2 marta ikkinchi o'ringa ega bo'lib, ana shu Bobur kutubxonasidan eng yaxshi mana shu sana kitoblarni o'quvchilarimizga sovg'a qildi. 2 marta da'vogar uchun ham o'quvchilar menga kutubxonaga o'zlarining nomidan sovg'a qilishdi. Juda ham zo'r. Keyingi manzilni kommentariyada yozib qoldiring.